Hurmatli obunachilar, Denov tumani Buyuk Kelajak mahallasidan sizlarga video beryapmiz. Hozir shu yerda 2 xonali domimiz bor. Domimizning narxi keladigan bo'lsa $30,000. Mana bu ko'chasi. Ko'chaga yaqin joy. Maktabga yaqin, bog'chaga yaqin. Sharoitlarni aytmayman, hamma sharoit bor. Kimga qiziq bo'lsa telefon qilasizlar. Birinchi pod'ezd, 3-etaj. Hamma remontlari bo'lgan. Mana bu hovlilari, parkovkalari bor. Bolalar maydonchasi bor. Mana bu 2 xonani ko'ryapsizlarmi? Mehmonxona, spalni xona hisoblanadi. Dush, tualet отдельно. Bu yoqda balkon ham bor, hozir uni ham ko'rsataman. Bu tomoni balkon. Mana yerda koridor bor. Ko'ryapsizlarmi? $30,000 narxlanyapti. Remont bo'lgan, hammasi ham dush, tualetni kafeli qolgan. Mana ko'rinishi o'sha dush tualetini. Bir xil joylarda dush tualet bitta bo'ladi, отдельно bo'lmaydi. Bularda отдельно ekan bu domlarda. Kimga qiziq bo'lsa tepada nomer qoldiraman, bemalol telefon qilib gaplashishingiz mumkin. Bu domda eng qizig'i tepasiga bochka qo'yilgan ekan. Mana bu spalni xona hisoblanadi. Spalni xonaga ertalab quyosh tushadi, chiroyli. Yana bitta xonasini mehmonxona hisoblanadi bo'ladi. Bu mehmonxonaga zo'r chiqadi. Adusha remont bo'lgan. Dush tualetni kafeli qolgan. Bu balkon. Eng qizig'ini aytdim, tepada bochka qo'yilgan dedim. 24 soat suv tinimsiz bo'ladi deydi. Nasoschalar qo'yilgan, qo'lni santexnikasi ham bo'lgan. Gazi bor. Hovlining ko'rinishi. Oldi tomon.